Bugun mana 5-iyunni holatdagi noklarimiz. Shoxi mana sinibdi ham, mevasi og'irlik qildi-da, shamolda sinibdi. Noklarimiz mana ancha katta bo'lib qolishdi. Ha, ola qamashdi. Xo'p. Saptegan tushdi-yu, tushirdi. Yo, to'kilibdi. Shamolda kechagi shamolda to'kilibdi-da. Mana ulagan noklarimiz tegi behi mana. Chetdan ulagan edik. Kelasi ham ushladi mana. Ko'klab xudo xolasa 1 metr bo'ldi. Smarudinalarimiz mana rang kirib qoldi ancha. Xudo xolasa pishib qoladi. Mana yana bitta nokimiz. O'sishlari yaxshi. Tegi mana ulangan buni ham. Behiga ulangan, tegi behi. Ana behisi ham chiqib turibdi mana. Optashimiz behisini mana. Bizga behisi kerak emas mana. Holatlari yaxshi. O'sishi xudo xolasa. Ana bitta mana chillaki nokimiz bor. Jonivar. O'zi bo'yi kichkina. Shoxini qaranglar. Egilib ketganini. Bitta shoxda mevani qarasanglarchi. Ko'ryapti. Jonivorlar. Boshini solgan 60 ta 70 talab mevasi bor jonivorlar. Egilgan. Qani endi shularga istalbasin bo'lsa-da, istalbasinga boylasak. Shuning uchun noklarni hosilni ko'proq olish uchun istalbasinga boylash kerak edi. Shunda yaxshi bo'ladi. Mana bu yerda kechkiroq nokimiz. Hali maydaroq mana holatlari. Noklarimiz hali maydaroq. Mana yiriklashgan sari ko'rinib boraveradi-da. Bir shira tushdi bularga. Dori sepuvdik, mana shiralarni oldi. Muncha endi hozirroq qurtdan anaqasi bor, o'shanda qaramay qo'ygan ekanmiz, mana baylarni mana qurt yegan. Qurtga karagan sepdik. 10 litrga 2 gram qilib karagan sepdik. Shiraga mas bilan sepdik. Xolasa holatlari yaxshi mana. Mana olmalarimiz bor. Olmalarimiz ham mana holatlari yomon emas. O'ziga yetarlicha. Oralari ochiq, bemalol quyosh tushib turibdi. Mana olxo'rlarimiz. Bularni siyraklatganimizdagi holat shunaqa. Siyraklatmaganimizda bular sinardi. Siyraklatganimizda holat mana shunaqa. Holatlari. Smarudinalar, qaranglar. Jonivorlar. Egilib yotdi, egilib boshini yeb so'ragan. Olxo'rlar. Mana nokimiz. Tegi behi yoshi 7-yoshda o'sishgan, bunga azot berish kerak. Sorti Dilafrus. O'sishgan. Hosilga shunday yotyapti mana. Ham chillaki nokimiz mana.
to'kilgan tagiga. Ha bu mana dilafruznok. Farqini qaranglar. Ertaki juda katta yirilashgan, tagiga to'kilibdi. Ha bular mana dilafruznoklar hali ancha bor bularga. Sentyabrga yaqin pishadi, avgust oxirlarida. Toshkent zonada. Xatlari yaxshi mana. Bu chillak olmamiz ana. Tushdi mana pishgan. Ko'ramiz mazasini. Mazasi juda. Olmalarimiz yaxshi, xudo xolisi. Nokimiz ulangan tegi. Behiga ulangan. Mana yaxshi o'syapti. Mana bu yerda malinalar bor. Mana fındık. Mana foydali hasharot mana. Beshik terib o'tar. Fındıkimiz bu. Fındık yong'oq. Malinalar mana. Pishib yotdi malinalar mana. Terish kerak, yeyish kerak. Bexala mana. Hozir mevasi kamga o'xshab turibdi. Serial ekanmiz bularni. Ortiqcha meva yo'q. Bemalol bittasi 600 gram, 700 gram bo'ladi bexala, xudo xolisa. Uchtasi bir xilgalari, uchtasi 1 kilo ham chiqib, 2 kilo ham chiqyapti mana. Bexalarimiz katta emas. Bo'yiga detda bir 2,5 chiqib qoladi. Bemalol 100 ta mevasi bor kamida.